Bir boy odam ketma-ket 3 kun bitta tushni ko'rdi. Tush ko'rganida bir odam kelyapti-da, aytayaptiki, tur o'rningdan. Bir odamga yordam ber. Mana shu tushni 3 kun ketma-ket ko'rganda 3-kun aytdi xayolida. Bo'ldi, men yordam beraman. Kimga yordam berishim kerak? Kimni oldiga boray yordam berish uchun? Men boy odamman haqiqatda. Kimga yordam beray deganda, tur, ulovingni min, otingni min. Oting to'xtagan joyda sen yordam berishliging bo'lgan odam o'sha joyda. Kechqurun 2 kechqurunda turdi. Otini mindi. Alloh taolo fazl qilgan tomonga yurdi. Yursa, oti masjidning oldida to'xtadi. Bildiki, demak yordam berishligi odam kerak bo'lgan odam masjidning ichida. Masjidga kirdi. Bir odam bor, duo qilyapti. Mashalloh dedi. Demak 3 kundan beri tushimga Alloh solayotgan odam mana shu. Shunday bordida 1000 tilla tanga qo'liga tutqizdi. U duosini tugatdi. Tilla tangalarni oldi, hamyoniga bog'ladi, chiqib ketyapti endi. Rahmatam degani yo'q, salom alayk qilgani ham yo'q. Masjiddan chiqib ketyapti. U boy odam u odamga qarata aytdiki, ey birodarim, bu shahar Bag'dod. Meni ismim Junayd. Mabodo senga yana yordam kerak bo'lsa, Junayd Bag'dodiyning uyi qayerda desang, hamma meni uyimni ko'rsatadi. Chunki men Bag'doddagi oldi boylardanman. Xohlagan payt pulmi, uymi, ulovmi, nima kerak bo'lsa mendan so'ra, dedi. Namozxon taqvodor yigit shunday o'girildi-da, "Sening isming Junayd edimi?" dedi. "Ha", dedi. "Sen jinni ekansan Junayd", dedi. "Aqling yo'q ekan", dedi sani. Boy odamning g'azabi kelib, "Ey birodar, sen nima deyapsan? Senga men ehson bersam shuncha joydan kelib. Salom alayk qilmasang men bilan, rahmatam aytmasang, yana senga to'g'ri ma'noda, yana yordam kerak bo'lsa, meni oldimga kel desam, sen meni jinniga chiqaryapsan", dedi. "Nima uchun?" dedi. O odam ham taqvodor odam ham aytdiki, "Birodar, sendan jinni deyishlikdan boshqa senga bir sifat topa olmadim. Sen haqiqatda jinnisan", dedi. "Nima uchun?" deganda, "Men bandaman", dedi u taqvodor yigit. "Men insonman. Menga yordam kerak bo'lib qolishligi mumkin. Har doim ora-orada ojiz qolaman. Xo'p, lekin menga biror bir narsa kerak bo'lsa, seni oldinga kelmayman", dedi menga. "Shuning uchun menga manzilingni aytmay qo'yaver", dedi. Nima uchun desa, menga biror bir narsa kerak bo'lsa, men Robbimning oldiga boraman. Allohning oldiga